hammamiz mana shunaqa probkalarga tushamiz. Aziz o'rtoqlar, bunaqa probkalardan keyin bizada asab tizimimiz ishlaydi. Asab bo'lamiz, stress holatlari bo'lamiz. Nafaqat probkada, umumiy hayotiy davomida juda ko'p insonlar stress holatlariga duch keladi. Buni yechimi bor ekan, albatta. Men o'zim iste'mol qildim mahsulotni. Mana no stress mahsuloti bor. Ya'ni siz ertalab bu mahsulotni iste'mol qilganingizdan keyin kun davomida bemalol mana bu stress holatingiz bo'lmaydi. Ya'ni siz har bir muammolaringizga yechim topishni boshlaysiz. Mahsulotni men iste'mol qilib, o'zimda sinab ko'rganimdan keyin va buni men effektini ko'rganimdan keyin sizlarga tavsiya qilishga qaror qildim. O'rtoqlar, mahsulotni agar sizlar ham xarid qilmoqchi bo'lsanglar, pastda yoki shaxsiy mana o'zimni linkimda qoldiraman, silkani bemalol murojaat qilsanglar, sizlarga ham yetkazib beramiz.